Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlarga dunyoning eng go'zal yodgorligi Toj Mahal haqida hikoya qilaman. Bu yodgorlikni Hind imperatori Shoh Jahon o'zining sevikli rafiqasi Mumtoz Mahal xotirasi uchun qurgan. Ularning muhabbati shunchalik kuchli ediki, bu saroy abadiy muhabbat timsoliga aylandi. Toj Mahal qurilishi 1632-yilda boshlangan. Bu ishga minglab ustalar va me'morlar jalb qilingan. Aytishlaricha, qurilishda qariyb 20 mingdan ortiq ishchilar mehnat qilgan. Me'moriy uslubi islom, fors va hind san'atining uyg'unlashuvidir. U qurilishda oq marmar, yoqut, zumrad va laal kabi bebaho toshlardan foydalanilgan. Toj Mahal 1653-yilda to'liq bitkatilgan va o'sha kundan buyon dunyoni hayratda qoldirib kelmoqda. Bu yodgorlikni Hind imperatori Shoh Jahon o'zining sevikli rafiqasi Mumtoz Mahal xotirasi uchun qurgan. Toj Mahal Yamuna daryosi bo'yida joylashgan bo'lib, uning suvida inoyatli aksi jilolanadi. Atrofidagi bog'lar jannat manzarasini eslatadi. Bu ham o'lmas muhabbat ramzi. Darvozalarda Qur'on oyatlari bitilgan bo'lib, ular hayot va abadiyat haqida so'zlaydi. Toj Mahal 4 minorasi bilan mukammal muvozanat va uyg'unlikni ifodalaydi. Ichkarisidagi naqshlar qo'lda o'yilgan bo'lib, har biri san'at asari hisoblanadi. Bu yerda Mumtoz Mahal va Shoh Jahon yonma-yon dafn etilgan. Toj Mahal faqat binoning o'zi emas, balki inson qalbidagi abadiy sevgi timsolidir. 1983-yilda Toj Mahal UNESCOning butun jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Har yili millionlab sayyohlar bu go'zal yodgorlikni ziyorat qilish uchun Agra shahriga keladi. Bugun ham Toj Mahal e'tibor bilan asralmoqda. Uning go'zalligi kelajak avlodlarga yetib borsin deb. Toj Mahal bu muhabbat, sadoqat va go'zallikning abadiy yodgorligidir. Ko'rganingiz uchun rahmat.